Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı ve muhakemelerimizi başlaymayız. Bugünkü ıslah 2025 yıl 1. ayının 10. günü haftıga Cuma vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eşek birinci olup, hazır Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti yoki yangi saylangan prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari Florida shtatidagi oromgohida balki shu murosimdan keyin vazifa o'tashga murosim echib va qasam berib oqsaraga kirgandan keyin Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishish mumkinligi bor ekan vatandosh. Undan keyin bu xabarni tanishtiruvchi va xabar qiluvchiga qo'yilgan bir parcha savolda shundoq deyilibdi. Bu qatim Florida shtatida prezident Vladimir Putin bilan ko'rishganda prezident Donald Trump o'xshashli shu yerda Jungoning rais Xi Jinpingmi paydo bo'lamdi. Bu qaltis savol ekan, shundoq ehtimollik bormidi deb biz o'ylab qolamiz vatandoshim. Agar bu nuqtada hozir Ukraina va Rossiya urushini to'xtatish to'g'risida suhbat bo'ladigan bo'lsa va yoki uch davlatning rahbari Florida shtatida prezident Trumpning oromgohida paydo bo'ladigan bo'lsa, bu qaltis siyosat bo'ladi vatandosh. Dunyoga bu qaltis ko'rinish. Qaltis ko'rinish undaqda birli Ukraina Rossiya urushini to'xtatish masalasimi va yoki enlik prezident Trump hükümeti aytganda prezident Trump hükümeti o'zi 2020 yil 6 ayning 17 kuni Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonuniga imzo qo'ygan birdan bir prezident. Eng dastlabida imzo qo'ygan birdan bir prezident. Hozirgacha 4-5 yil o'tdi deyilgan mushoirlikda biz davomli so'zlab keldik. Uyg'ur masalasi Rus bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Mümkünmü de vatandaşım bugün Florida'da 3 devlet rahberi uçraşkandı. Biri Ukrayna ve Rusya uruş meselesi. İkincisi Uyguristan meselesine oturup koyulup kalışı mümkünmü de bu bizim tasavvurumuzdaki gap vatandaş. Lakin reallik ayrılışını ümit kılmaz vatandaşım. Reallik ayrılışını ümit kılmaz. Çoğun devletler oturusudaki mesele çoğun devletler oturusunda hal kılınış gereken de Uyguristan meselesi hal kılınışı gereken de vatandaş. O birinci vaziyetimiz, ikinci vaziyetimizden de asasla vatandaşlarla tanıştırıp üteyli. Mesela kısa haberler şekilde başlaymayız evvel. Birinci değil, bir haber değil. Xi Jinping bir tarafga qayrib qo'yildi. O'rniga kim daslaydi? Xi Jinping bir turkum odamlarni qo'lga oldi. Harbiy sanoat yanada 6 avlod aeroplanni ishlab chiqardi. Xi Jinping Amerikada o'tkaziladigan prezident murosimiga qatnashmaydigan bo'ldi. Shenzhen shahri Yaxshanshi Fuchin voqeasi. Fuchin deydigan bir bozorlik hukumat va yoki nayiga yaqinroq bir hukumat voqeasi. Birinchi voqeasi 1989 yildagi voqealardan bishoratmadi. Ya'ni Tiananmen voqeasi, tarixdagi Tiananmen voqeasidan bishoratmadi. Aynak televiziyasi 1. ayning 10 kuni Juma. YouTube. Bunun da ko'rsatgani, masalan, Tiananmen voqeasini direkt berdi. Putin nahiyasi yoki bozorlik hukumatning bozorlik rayonida nayta cho'ng namoyish bo'lib, hozir bu yer o'tirib chiqayotgan bir fikr, vaqtli hukumat Jungo kompartiyasini rad qiladigan yoki fuqarolar o'zi istehiyalik holda tashkillaydigan vaqtli hukumat qurildi degan xabar kelyapti vatandoshim. Yana bir xabar. Amerikaning talaffuzida 180 gradus o'zgarish yuz berdi. Jungo, Tayvan, Amerika o'rtasida zor voqea yuz berdi. Dan JS video film ishlash to'g'ri bitti. 1. ayning 10 kuni YouTube.
Prezident Trump Jungo qorqadigan bir mavzuga zarba berdi. Xi Jinpingning sol choralari o'zgardi. Ko'pchilik danq etib qoldi. Jungoga haqiqiy kriz yetib keldi. Ümit sadası 1. ayının 10. günü YouTube bu hazır geldi. Ben ta görüşke ulguremedim keçirimler vatandaş mezmunla. Hayatı geçi yetkizimiz Xudo bilirse. O yani Xi Jinping alcırlaştı. Hemen aşkarıldı. Olam şumol tevreş başlandı yani Jungo'da Jung'dan hayda. Xi Jinping'e hüküm kılış Kompartiyeni ağdırıp taşlaş. Bir orunda Jungo'da tuyuksuz vakt hükümet kuruldu. Dedi o başta. Putin naiside, Şenşi Putin naiside vakt hükümet kuruldu. Şavlı maliyesi 1. ayının 10. günü yotup vatandaş. Yani bir haber Maliye Ministerliği ahbarat ilan kılış yığına Beijing'de. Ama tamam, tügeçti, köpçük geldi. Runya'nın nazarı 1. ayının 10. günü yotup. İzbasar teyilleş yani bir haber vuruşuya başlandı. Çünkü Kompartiyası izbasar teyilleş tertibi üzülüp kaldı. 52. yıllarda toğulğallar ve 60. yıllarda toğulğallarının hemmisi partiyeden tazalap çıkarıp bitildi. Yeni Tanlıklar Televizyası 1. ayının 10. günü YouTube. Bana bu şu eğer mesele. Handaksı gap. Mesela Jungo'da hükümet, vaziyet ve parçalış, ayrılış, yani ülkeler Türkiye'deki müstakillik jakarlaş degендek. Müşündak ciddi bir vaziyet kırıp gelgende eğer merkezi komiteti izbasar. Reis Xi Jinping senden çıktı değil, izbasar yok bolsa, vaqta partiye degenin halının nemi boladıqallığını tasavvur kılalayız vatandaş. Yani bir haber, Şinjan şehirde zor vaka yüz verdi. En xatarlik signal tarqaldı, ottarığı çıktı. Zor vaka Jungo'ga yetip geldi, yani zor kriz Jungo'ga yetip geldi. Tügeçti, kaçalığının kaç. Senin körün yerin kaçıp getkende kaçalaydık Allah bolsan kaç deydi. Xi Jinping tuyuksuzda pul besiş maşinesini toktattı. Bana bu çatakkende. Çünkü iktisadi hazır pulunun kıymeti pul bazarga kirdi. Bazarda o kıymet yaratamdı, yaratmamdı mesela bir edemez. Elbette yaratı ticaret jarayonida bel kıymet yaratı. Lekin özü kıymetini saklap qalalamdı yok. Bunun özü bir gap qo. Pul kıymetini saklap qalalamdı yok. Hazırgacha Jungo iqtisodning taraqqiyotini pul besish mashinasi pul besib chiqarib, shuning bilan tangshab kelayotgan gap. Endi tuyuqsiz Xi Jinping bu mashinani to'xtatdi, pul bosadigan mashinani to'xtatdi deydi. Nima ishlar yuz berdi vatandosh? Şavli maliyesi 1. ayının 10. günü YouTube. Yani bir haber. Devlet munqariz bo'lishning alomatlari, signallari. Xi Jinping rahbarligidagi Beijing siyosiy hokimiyati barg'ansir ahmoqlashishga boshildi va barg'ansir so'zlari sapsatalaşdi. Bu haberni yozuvchi, bu video filmni ishlaguchi Johnson'ga 1. ayının 10. günü. Bunun tema mavzulardı bu Johnson Jay'nin hazır yeni fikirler oturuğa çıkıvadı vatandaş. Mavzumunda Prezident Vladimir Putin görüşmekçi oldu. Prezident Donald Trump görüşüşünü orullaştırmakçı oldu. Mavzula haber 1. ayının 9. gün Venmit orbiti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Amerika'da yeni saylangan Prezident Trump mundak görüşetti. Prezident Vladimir Putin bilen görüşüşünü orullaştırıvatımız. Görüşüş belki 1. ayının 20. günü Washington'da Prezident Trump'ın vazifeye oturuş murasimi ahırlaşkandan keyinki bir günge orullaştırıldı. Prezident Vladimir Putin ve Jungo'nun reisi Xi Jinping Prezident Trump bilen birlikte Floridda'da Prezident Trump'ın aramgahida payda bo'lamdı deb savol qo'yilganda, başta vaziyet doğrusunu dedi vatandaş, savol qo'yilganda
Bonaper Cumhuriyetçiler Partisi a'zosi yakmış xabarni berayotgan Cumhuriyetçiler Partisi a'zosi bunday ko'rsatdi. Vaqti kelganda belgilaymiz. Demek bu yerda gap bor degan gap vaqti kelganda belgilaymiz. Biroq Prezident Vladimir Putin Prezident Trump bilan ko'rishmoqchi bo'lyotdi. Bu noktada o çok mundaq dedi. Biz bu urushni hal qilaylik. Yani Ukrayna Rossiya o'rtasidagi urushni hal qilaylik. Bu urush bir meydan qon to'kish optidir. Yani bir xabar. Beijingni qo'g'dayotgan 81-armiyadan chataq chiqdi. Mavzuli xabar 1-oyning 9-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xi Jinping harbiy huquqlardan ayrilib qoldi deyilgan gaplar to'g'risida har xil kuzatuvchilar har xil fikrlarda bo'lishdi. Lekin hammasi inkor qilolmaydigan bir paket shuki, o'tgan yili ochilgan 3-umumiy yig'in, masalan qachon 7-oyning o'tgan yili 7-oyning 13-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Tibet meselesini hal qilish, tez suratda hal qilish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. 7-oyning 13-kuni. 3 kun o'tgandan keyin 7-oyning 15-kunida Jungo Kompartiyasining 20-navbatlik 7-umumiy yig'ini ochildi vatandosh. Hozir shu yig'in to'g'risida davatida o'tgan yili ochilgan 3-umumiy yig'indan keyin har qaysi rayonlar, har qaysi armiya xillari, har qaysi harbiy rayonlar, har qaysi armiya xillari 3-umumiy yig'inning ro'yini o'rganish va 6-oyda chaqirilgan Markaziy Harbiy ishlar komiteti chaqirgan Markaziy Harbiy ishlar komiteti siyosiy xizmat yig'inining ro'yini o'rganganda g'ayri ahvollar o'tirg'i chiqqan edi. Reis Xi Jinping degan bu bir cümle söz fakat eg'izga elinmedi. O'tgan yil 11-oyda Xi Jinping yaqini va yoki sirdosh do'sti harbiy odam general marshal darajali katta Miyauxo sabtdan tushib qolgandan keyin Ozodlik armiya gazeti orqa-orqadan 4 parcha maqola e'lon qildi. Bu maqola to'g'risida to'xtaldik sizlarga so'zladik vatandosh. Reis Xi Jinping'nin reis mas'ul bo'lish tizimiga bu gazet maqolalarni xirish e'lon qildi. Bundaq benormal holatlar ba'zi masalalarni kishilarga tushuntirib berdi. Ya'ni Xi Jinping'nin Markaziy Harbiy ishlar komitetidagi huquq va yana boshqa armiyaga munosabatli huquqlari tamamen tugashdi. Çünkü Azadlık Armiya gazeti şu xabarni, şu maqolani e'lon qilgan ekan, shundoq tugashdim. Bugun yana shundoq. Xi Jinping'ning qilgan ishlaridan kishilar danq etib qoldi. Yana bir xabar. Jonaqaydagi bo'ron chopqin yetib keldi. Suriya armiyasi Turkistoncha, yani Uyg'ur jangchilarini generallikqa tayinladi. Jungo Kompartiyasi shu kundan boshlab uyqudan bedor bo'l. Mana xabar katta xabar kaman. Uyg'uristoncha Uyg'ur yigitlar Suriyada jang qildi. Bashar Asad hokimiyatiga qarshi Suriya o'qituvchilari bilan birlikda. Enliktikiler tönügündüdük Suriye'de bu jangchilar, Uyg'ur jangchilar, masalan, onun general Uyg'ur jangchilarining Abdulaziz Davud Suriyada hukumat tarkibida bir ishxonni elib o'ltirdi dedi vatandosh. Mushu munosabatlar ham tunji bo'lib bugun 1-oyning 9-kuni hisobda Abdullah Torbeti yuqorida xabar berdi. Suriyada hukumat bu yerdagi Uyg'ur jangchilarni, Uyg'ur mustaqilchilarni, jangchilarni generallikqa tayinladi. Jungo Kompartiyasi shu kundan boshlab uyqudan bedor bo'ldi. Jungo Kompartiyasi shu kundan boshlab uyqudan bedor bo'ldi. Esinglarda bo'lsin bu jumla vatandoshlar, keyin tahlillerimizda bir yerda uchrab qoladi juma.
Suriye hükümet Uygurcancılarını generallık dersi kötedi. Cungo Kompartiyası sökündüm başlap uykudan bidar buldum. 1. ayının 9. günü apıllı akbaratları. Yana bir haber sayçı Amerika'ya kilemdi. 4. umumcığın içilmaydı. Xi Jinping taxtdan düştün korkudu. Kızıl 3. evlat kitapnamesi. Partiyani tazalaş. Yukarı katlamda 680 nefer, 82 nefer düşman var. Cungo'nun yukarı katlam hakimiyet katlamında 682 nefer düşman var. Bu kadar düşman partiye düşman mı? Xi Jinping'e düşman mı? Ya ki Xi Jinping partiyeyle birge bulup halkka ya ki Cungo'da buluvatkan öktüsülerge, özgürüşlerge düşman mı? Bunu seni kemez vatandaş, lekin şundak depti. Bunu da daha iyi torbiti. Bunun arka 1. ayının 10. günü bu daha iyi torbiti. Ezelden Cungo Kompartiyası qoğdap kilovatkan torbiti tıkıran. Bugün bir keçidli özgürüp muşuna haberini beripler. Gördünüz mü? 4. umumcığın esilmaydı. Xi Jinping korktu. Vazifeden istifa berişke korktu deydi. Endi bir yerde sayçı Amerika kilemdi degende Amerika Koşmuş Ştatlarının yeni sayılanan prezidenti Donald Trump 1. ayının 20. günü vazife tapşırı bölüş murasimi ötküzüldü. Şu murasimga Reis Xi Jinping'ni 2 qatim taklif qildi vatandaş. Endi tüngülnata o'tirib chiqayotgan qarorga qarasangiz, Reis Xi Jinping keliman kelmaydigan degan eg'izdan chiqarmay kelayotgan xabarlarda biri Tashqi ishlar ministri Wang Yini abatidi deydi. Yani biri devletin muavin veziri Han Jingni Shanghay'da Han Jingni abatidi deydi. Keyin onun kendi kelgan xabarlarda bu ikkisi shart tutashmaydi dedi. Washingtonga kelib prezident Donald Trump vazifa o'tash murosimi yoki qasam berish yig'ini ichib Oqsaroyga kiradigan shundoq bir paytda bo'shga aylangan Han Jing muavin vazir Wang Yi diplomatiya vaziri bularning shart to'shmaydi dedi. Shundan keyin saychi Washington kelishi mumkin. Prezident Donald Trump'ның ötküzülen murasimiga qatnaşışı mümkün degan o'ttirib chiqdi. Endi saychi kim desiniz? Bu Cungo Kompartiyasi markaziy sekretariatning sekretari yoki markaziy komitet ishxonasining mudiri ayni vaqtda hozir qaysi amalda bilgili bo'lmaydi. Hozir saychi Washington kelishi mumkin degan gap o'ttirib chiqdi. Endilikda men tuvandagilarni anglaganda Amerika kelemde bu torbiti qaysi 30 nefer mesela daha iyi torbiti aşağı haber kıldı. Yana bir haber mesela az uçuraydıgan uçturuş. Xi Jinping'nin qadinas dostu bulalmay kaldı. Merkezi büro yığınıda tanqid qilindi. Mavzulu haber 1. ayının 10. günü büyük ira torbiti ilan qilindi. Siyasi büro 1. ayının 9. günü yığın açtı. Aldığımızda tünügün Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu ciddi yığın çakırdı. Yığın açtı. Bırak yığının uçturuşu da söz ibarladı. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti sekreterlarının hizmeti de sezgür özgürlük hizmeti. Endi gap qayerda ketyapti da saychi to'g'risi ketyapti. Avval gap qayerdan boshlandi? Vekil bo'lib Washingtonga kelib saychi bu qatim prezident Trump o'tkazadigan murosim qatnashish mumkin degan yerga ketyapti. Hozir endi sezgür masalasiga keldi. Saychidan Beijingda masala chiqdi. Yoki o'sha partiya yig'inida markaziy komitetning yig'inida saychi tanqidlandi dedi. Bundaqda saychining Washington kelishining oldini oldimi? Va yoki nima sabab? Farqsiz o'tdi. Yana bir haber mavzu. Canını tikip koydu. Beijing can tikip pul keçip Amerika iqtisodiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 1. ayning 10. kuni New York Vaqt gazetida e'lon qilindi. New York Vaqt gazetining Xitoy til programmasi bor vatandosh.
New York Vaqt gazetesida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Prezident Donald Trump Jungodan kelayotgan tahdidni dunyoga tanishtirdi. Bo'libmi Jungoning Amerikadan olqib o'tib, dunyoda eng ilg'or iqtisod gavdasi bo'lishiga urinish tirishchanligini dunyo xalqiga tanitishda Prezident Trumpning töhfesi intayin zor bo'ldi. Biroq uning Prezident Trumpning birinchi navbatlik hukumati bo'lsin yoki Prezident Joe Biden hukumati bo'lsin, Jungoning daxlataroz qilishini cheklash jihatda yana yetarli xizmat ishlay olmadi. Jungoning qilgan etganlari Amerika ishchilarini bir necha million emgak puristidan ayırıp tashladı. Bir necha 10 ming Amerika zavodlari Amerikada taqilib qoldi. Jungoning sababi tufayli. Bu ishlar Amerikada ikki partiya siyaset belgileyicilerini asta bir reallikni tanib olishga olib keldi. U bo'lsa-mu, biz hozir bir meydan sanoat urushi ishida turyapmiz. Demek Jungoning sanoati taraqqiy qildi. Amerikaning sanoati yuqoriga bir necha 10 ming zavod taqaldi. Amerikada mayli egri sanoat, mayli yenik sanoat, mayli elektron sanoat bo'lsin, taqaldi. Sababi Jungo bilan bo'lgan savdo tijorat munosabati yoki Jungoning Amerikaning iqtisodiy buzg'unchilik qilishidan shunday kelib chiqdi. Şuna biz Jungo'lan hazır bir meydan sanaat urushi işçide turvatımız. Jungo'nun mühim nişanı növbeti Amerika'nın iktisadiga buzg'unchilik qilish. Yani Jungo'ni dünya bo'yicha birinchi darajalik kuchga aylantirish uchun yo'l tuzlashdan iborat. New York Vaqt gazetasi chiroyli xulosalabdi. Jungoning muddaosini, masalan, iqtisod sohasidagi muddaosini Amerikaning iqtisodiy buzg'unchilik qilishdan iborat nishoni va muddaosini New York Vaqt gazetasi bu xabarida intayin chiroyli xulosalabdi vatandosh. Endi gap oldimizda 10 kundan keyin Prezident Donald Trump Washington shahrida vazifa topshirib berish va qasam berish murosimi o'tkazdi. Endi Oqsaroyga kirgandan keyingi siyosatda oldimizda ko'ramiz vatandoshlar.